Assalomu alaykum hammaga. Bu videoda sizlar bilan Carlink platformasida lidlar bilan qanday ishlashlik, ularni quvvatga olib o'tishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi o'rinda kelgan lidni o'zimga duplikat qilib olaman. Bir nechta qilib olaman, чтобы har xil holatda ko'rsata olishlik uchun. Bittasi menga yetadi. Ichkaridan boshlab ko'raveramiz. Bu lidni ichki ko'rinishi. Bu bilan qanday ishlanadi? Bu yoqda order informatsiyalar, klientni ism familiyasi, bu yoqda telefon raqami. Qiziq tarafi, telefon raqamining ustiga bossanglar, sizlar RingCentral extensiondan foydalanishingiz shart emas. Birdaniga shu yoqda o'zidan turib, istalgan tekstlarni yuborsanglar bo'ladi. Qaysi telefon nomeridan yubormoqchi bo'lganinglarni tanlaysizlar. Masalan, men bu nomerdan yuboraman va shu yoqda tekstni istalguncha o'zgartira olasizlar. Masalan, hello Tony va send SMS qilib yuborsanglar, unga SMS ketadi. Email bilan ham xuddi shunday. Email ustiga bosasizlar, email template'lardan qaysi birini yubormoqchiliginglarni tanlaysizlar. Bizda kvotaga tekst yo'q. Shunga follow up yuboraveramiz. И всё. O'zi tayyorlab beradi. Bir ko'rib chiqib, o'zgartirib yuboraversanglar bo'laveradi. Okey. Edit qismini ochib olamiz birato'la. Xo'p. Hozir sizlar bilan mana shu lidni quvvatga olib o'tamiz. Bu yoqda tabiiy origin destination. Bu customer dannalari. Endi e'tibor berish kerak bo'lgan narsa. Bu yoqda estimate ship date va shipware, ya'ni trailer type, open, enclosed, или umuman drive-away shu yoqdan tanlashinglar mumkin. Sanani ham shu yoqdan bemalol o'zgartiraverasizlar. Обычный kalendar. Bu esa klient sizlarga yuborgan not. Okey. Bu qismda mashinalar keladi. Tipa nechta vehicle borligini ko'rsanglar bo'ladi. Operable, inoperable yoki o'zingizlar checkboxni bosib shuni, misol uchun mana shu Harley Davidson mototsiklini men inoperable qilib qo'ya olaman. Qanaqaligini ko'rmoqchi bo'lsam, search image qilamanda. U menga Google'dan o'zi ochib beradi. Mototsikl sal boshqaroq ko'rinadi aslida. Delete knopkasini bosib mana shu vehicle o'chirib yuborsa bo'ladi, lekin bizga bu kerak emas. Endi muhim narsa, asosiy nuqtalar. Kartani ko'rib olishimiz kerak. Bizga mana distansiyani ko'rsatadi, qancha masofa borligi va taxminan necha kun vaqt ketishligini bu yoqdan ko'rsatib chizib beradi. Va endi okey, mashinalar qanaqaligini ko'rdik, destinationni ham ko'rdik, narxlash kerak. Primer narxni qayerdan olamiz? Bizda pricing bilan similar bor. Birinchi o'rinda pricingga kirib olamiz. Xo'p. Bizda bitta Carlinkni o'zidan turib, siz ham Central Dispatchdagi, ham Super Dispatchdagi narxlarni ko'rsanglar bo'ladi. Misol uchun, mototsikl uchun narxlar bu yoqda $1725. Vroде neplохо. Mana oxirgi 5-fevral, 9-fevraldagi narxlardan olib chiqib aytyapti mana shu trailer type enclosed. Super Dispatchdan ko'ramiz. U yoqda уже $2000. Bularni hammasi asosli, hammasini ofitsialniy Central Dispatch va Super Dispatch boryapti. Endi qaranglar, bizda ikkita mashina bor edi. Nahotki narx shunaqa bo'lsa? Yo'q. Tepada ko'rib turibsizlar, vehicle bir turibdi. Ustiga bitta bossanglar, nechta mashina bo'lsa, shu yoqda hammasi ko'rinadi. Ikkita bo'ladimi, 4 ta, 5 ta bo'ladimi? Shu yoqda tanlasanglar bo'ladi. Hop, mana Rolls-Royce'ga o'tkazdirgandik, o'sha narxlari o'zgardi, shu yoqda ko'rsatyapti. Okey, narxini ham ko'rdik. Misol uchun, buni $2300 belgilaymiz. Buni $2000 belgilayapmiz o'zimizcha. Depozit qo'yishni men yaxshiroq o'zinglar bilasizlar, men shunchaki qo'ydim. Endi bu mashina post bo'lganmi yo'qmi? Ya'ni sizlar message plandan foydalangan CD-SIMlarni qanday ko'rsak bo'ladi? Mana bizda similar knopkasi. Ustiga bitta bosamiz, bizda mana bunaqa oyna ochiladi. Bu yoqda bizda o'zimizni Central Dispatch akkauntimizga kirib olishligimiz so'raydi Carlink. O'zimizni akkauntimizga kirib olamiz bu yoqda. Menda kirib bo'lgandi. Balkim registratsiya so'rar ekan. Xo'p. Remember my username. Sign in. Men notchka. Mana SMS kodni kiritdim.
Submit knopkasini bosgandan keyin bu Central Dispatch'ga kirib oladi. Ya'ni Carlink tizimidan turib siz Central Dispatch'dagi mana shu similarni ko'rsangiz bo'ladi bemalol. Ozroq kutamiz, chunki internet yaxshi emas yoki ularda javob berishlik qiyin bo'lyapti. Bunaqa holatlar bo'lsa tabiiy, hozir bu yerda ko'rib turibsizlar, Central Dispatch'da o'zi ancha kechikyapti. Chunki bu oynada Central Dispatch sayti ochib olingan va bu Carlinkka bog'langan, lekin Carlink ichida emas. To'g'ridan-to'g'ri ichida emas. Bog'langan oyna faqat. Xo'p, mana narxlarni Central Dispatch'da qanday Message Plane'da qanday ko'rgan bo'lsanglar, bu yoqda ham xuddi shunday Central Dispatch'da ochib beradi va ko'rsanglar bo'ladi. Bu $1 hammasini o'zimiz test uchun chiqarganmiz. Ko'rib bilib ishlarni qilsanglar bo'ladi. Va buni shu yoqdan shunchaki kodga o'tib ketib qolamiz и всё. Qarabsizki, shu paytida biz boya belgilagan tekstlar ketadi. Load'ini I'm just again get SMS, get shipping code. Mana hammasi 5:49 da ketdi. Mana 5:49 soat. Bu yoqda internal notlar qoldirsa bo'ladi. Bu ikkinchi broker uchun not. Unga qo'shimchasiga rasm ham tanlasa bo'ladi. Masalan, men mana bu rasmni olib qo'yamanda save bosgan paytingizda notlar qoladi shu yoqda. Istalgan odam mana shu 3,200,841 UF-litga kirganda mana shuni ko'ra oladi. Bu yoqda hozir ikkita mashina turibdi. Agar 3 ta, 4 ta va 4 tadan ko'p bo'lsa, mana bu knopkalar ishlaydi. Siz bemalol boshqa mashinalarga ham o'tkazsangiz bo'ladi. Kod sahifasida pricing va similar yuqorida turadi, чтобы bemalol topib olishingiz uchun. Bu knopkani bosib convert to order ko'rsak bo'ladi. Bu yoqda esa agar kimda resign imkoni bo'lsa, resign qila oladi yoki tabiiy istoriyani ko'rsa bo'ladi. Misol uchun men narx belgiladim bu yoqda. Hammasi ko'rinib turadi. Endi okey. Yana bitta narsa. Bizda lidlar ko'p va uni tezdagina kodga olib o'tmoqchimiz. Nima qilishimiz kerak? Nima qila olamiz? Avvalosi mana bu yoqda show more knopka turibdimi? Demak, bu yoqda bittadan ko'p vehicle turgan bo'ladi. 100%. Mana bu birni ustiga olib kelsak, customerdan kelgan not bo'ladi. Xo'p. Dollarchan knopkasini ko'ryapmiz. Ustiga bitta bosamiz. Bizga o'sha narxlarni ko'rsatadi. Mototsiklimiz uchun $1700 o'rtacha. Mashina uchun ham o'rtacha shunaqa narx ekan. Okey, так, допустим. Давайте lutchi men $4000 beraveraman. Bu yoqda ham xuddi shunday. Shu narsani chiqarib beradi yana. Bu yoqqa ham $4000 beraveraman. Va save and send kod qilsak, u birdaniga kodga o'tib ketadi. Bu yoqda ko'rib turgan bo'lsanglar, bir xil SMS yuboraversa bo'ladi hammaga. Bu yoqda hammaga bir xil email yuboraversa bo'ladi. Так, давайте save and send kod. Просто save bosib qo'ysalar, lidda narx saqlanib qolinadi. Tamom. Bizga kodsda уже o'tdi mana. Bugun biz o'tkazgan lidlar. Follow up'da avval o'tkazib qo'ygan lidlarimiz, holdda esa hold qolib qo'yganlarimiz, arxiv tabiiy shu arxivga olib qo'yilganlar, delete bo'lganlar arxivga tushadi.